Men So'ngboy Mahmudjon 1995-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. Millatim o'zbek. 2023-yil aprel oyida Buloqbo'sh majmuasida 2-qism bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindim. Shu hozirgi kunda Buxoro viloyati Ko'kam tuman 1-Sarchadagi tumanida ijro etish koloniyasida o'z muddatini o'tab kelmoqdaman. Qilgan jinoyatimdan pushaymondaman. O'zbekiston prezidenti xalqidan uzr so'rayman. Bu endi biz sportmen bo'lganmiz, sportmen yo'nalishida yosh avlod hozir ketyapti, zalga chiqishyapti ular. Zaldan chiqib gruppalarga qo'shilib qolib, ularga tankalik qilayotgan odamlarga qarshiman ularga. Ular hozir prezidentimiz shuncha sharoit yaratib berishdi ularga. Biz televizordan ko'ramiz o'tirib mahkumlar. Bu yo'l noto'g'ri. Hozir ota-onam bag'rida bo'ladigan paytim men qamoqda o'tiribman. Farzandlarim qolib ketdi. Men ayolimni yaxshi ko'raman, onamni yaxshi ko'raman. Birinchi o'rinda oila. Endi biz ahmoqlik qilib, yoshlik qilib shu qiziqqonlik bo'lib, bizdan foydalanishdi u odamlar. Ularning oldida yurdik. Ular shu nima o'qiysiz, biz ham o'sha o'qiydik. Uni yo'nalish to'g'ri. Iloji bo'lsa bu yo'lga kirmaydi. Oxir-oqibat shu qamoqqa kelasizlar, bu yerda o'tirasizlar, oilalar qolib ketadi ko'chada. Meni tanigan bilgan odamlar. Shularga gapim bor, endi bu orqadan erkak kishimiz hamma orqadan g'iybat qiladi, endi bu yerda o'tirish o'zi bo'lmaydi, oson emas. Ko'chada o'tirib, meni videomni ko'rib, misol uchun boshqa gaplar deyishi mumkin. Nima bo'lsa ham prezidentimdan so'rayman, shu prezidentim muhtaram meni ko'ngillariga Alloh solib, bizga yaxshilik qilib, prezidentimiz bizani qo'yib yuborsalar, endi biz va'da beraman. Prezidentim orzu qilgan o'sha sportmen bo'lib, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarish maqsadida men shuncha sportlar bo'lyapti hozir, mana MMA federatsiyasi boshlandi, bokschilar. Bizga yordam berib, bizani prezidentimiz kechirib, shu jahon chempioni bo'lish uchun orzularim bor, yordam bersalar deyman. Bu xato. Bu yo'lga kirish kerak emas. Hammalardan uzr so'rayman. Men o'z sport yo'nalishini shu qo'l jangi bo'yicha shu O'rta Osiyoda, Qozog'istonda shu Murod aka rahmatli bilan birga chiqib bizani olib chiqishgan paytda bayroq ko'targan, 2-o'rin olganman. Shu sport yo'lishidan ketayotgan paytim endi o'sha oilani boqish kerak edi. Endi men kvartirada yashardim, xotin bola chaqam bilan. Xotinim yaxshi ko'rardim, bolalarim bor, ikkita voyaga yetmagan. Ularni boqish maqsadida endi nafs yo'ldan urib, endi kattaroq pul ishlayman deb, uy-joy qilaman deb shu to'dalarga aralashib qoldim. Hozir prezidentimiz mana qilayotgan sharoitlarni ko'rib, men har kun xursand bo'laman. O'zbekistonda shuncha boksyorlar chiqyapti. Shuncha sportsmenlar chiqyapti, ular qilayotgan shart-sharoitlarni ko'rib biz xursand bo'lamiz.